Xo'p, demak, keyingi grammatikamiz bizda everything but bo'lyapti. Everything but degani nima degani? Misol uchun birinchi bitta gapni ko'raylikda, mana shu gapni tarjima qilaylik. Bu ham yaxshi grammatika, zo'r grammatika hisoblanadi. Masalan, I did everything but study yesterday. I did everything but study yesterday. I did nothing but study ham bor edi. I did bu yerda endi boshqacha bo'lib kelyapti. Everything but bilan kelyapti. I did everything but study yesterday. Tak. Shovqin chiqib ketdimi? Okay. Xo'p, demak qaranglar. I did everything but study degani nima degani? Bu narsani ham o'sha readingdan chiqqan, birinchi marta ko'rganimda, keyin speakingda chiqqan, keyin o'sha movie recaplarda chiqqan. Do everything but degani kecha men o'qishdan boshqa hamma narsa qildim degani. Hamma narsa qildim degani. Kecha masalan qattiq o'qishingiz kerak edi, examga tayyorlayapsizda. Lekin birdan damogingiz kelib qoldi, kino ko'rdingiz, ko'chaga sayrga chiqdingiz, xohlagan ishingizni qildingiz. Xullas, hamma narsani qildingiz, lekin o'qimadingiz. O'qishingiz kerak edi, lekin o'qimadingiz. Mana shu narsa I did everything but study yesterday degani, kecha men hamma narsa qildim, o'qishdan boshqa hamma narsani qildim degan ma'noni bildiradi. I did everything but study yesterday. Demak, bu tarjimasi bizda. Va ingliz tilidagi soddaroq tarjimasi except degani. Except doing something. Ya'ni birorta narsa qilishdan boshqa hammani qildim. Exception berayotganingizda beradigan grammatika hisoblanadi. Exception uchun ishlatiladi. Misol uchun endi buni strukturasi qanaqa bo'ladi? Buni strukturasi subject plus endi do bilan bersangiz bo'ladi. Do-ni do, did, will do desa ham bo'ladi. Will do desa ham bo'ladi. Plus everything but plus yana verb bir keladi. Mana shu ishni qilishdan boshqa hamma narsani qildim degan ma'noni bildiradi. Xo'p, misol uchun aylangani borgansiz, qaysidir shaharga aytaylik va shaharda hamma ish qilgansiz, attraksionlarga tushgansiz, hamma joyga borgansizda, faqat muzeyga tashrif buyurmagansiz. I did everything but visit the museum in this city. Mana shu shaharda in this city. Mana shu shaharda demak I did everything but visit the museum in this city. Mana shu shahardagi muzeyga tashrif buyurishdan boshqa hamma narsani qildim. Hamma narsani qilib ko'rgansiz, faqat muzeyga tashrif buyurmagansiz. Demak, mana shu narsa do everything but degani mana shu hamma narsani qilmoq, lekin nimanidir qilmaslik haqida gapirganingizda, mana shu do everything but ni ishlatsangiz bo'ladi. Understood? Tushunarli bo'ldimi? Kommentariyada 1 dan 10 gacha yozaylik, grammatika qanchalik tushunarli bo'ldi. Do everything but degan demak mana shu ma'noda keladi. Endi qaranglar, endi sizlar ham bitta gap tuzib ko'ringlar. O'zingizlar gap tuzib ko'rganinglardan keyin, ya'ni ham tushunarliroq bo'ladi. Misol uchun aytaylik, xo'p. Misol uchun, what is your hobby dedi. Masalan, kitob o'qishni yaxshi ko'rasanmi deb savol beryapti. Kitob do you like reading deb savol berdi. Yoki what is your hobby deb savol beryapti. Shu joyda aytyapsiz, men hamma narsa qilaman, men hamma narsani qilaman. Kitob o'qishdan boshqa, men kitob o'qishdan boshqa hamma narsani qilaman. Shunaqa tarjima qiling. Men kitob o'qishdan boshqa hamma narsani qilaman. In my free time. Bo'sh vaqtimda kitob o'qishdan boshqa hamma narsani qilaman. Kitob o'qishni gapirma, vobshe yomon ko'raman kitob o'qishni desanglar aytishim mumkin. Men bo'sh vaqtimda kitob o'qishdan boshqa hamma narsani qilaman. Kommentariyada yozaylik, qanaqa bo'ladi mana shuni tarjimasi. Deb sizlarga 2 daqiqa vaqt yozish uchun, keyin bu narsani ekranda birga ko'ramiz. Okay, mashhur, yaxshi. Yoqtirmoq haqida gap ketmadi lekin bu yerda. Sizlar nimaga bunaqa? Qani bitta shuni Google ga solib ko'raylik. Google qilmayapsizlar deb umid qilaman. Yo, yaxshi, zo'r, juda ham zo'r yoziblar mashhura. Google masagan juda ham zo'r. Mamatsin. Birinchi bo'lib yozib o'rishda Nurmuhammad hamda mashhura. Shahlo Ahmedova. Dars qoldirmaydilar Shahlo Ahmedova ham zo'r.
Yaxshi, zo'r. Xo'p, Shabbona yozyaptilar. Books in my pastime. Okay, yaxshi. Frost yozyaptilar. Yaxshi yozganlar. Munisa yozyaptilar. Like bilan beryapsizlar. Mayli, like bilan bersangiz ham bo'laveradi. Ryan yozyaptilar. Noto'g'ri yozganlar. Fe'lni batdan keyin fe'lni birinchi shakli keladi. Qaysi zamondan bo'lishidan qat'iy nazar, batdan keyin kelayotgan fe'l birinchi shaklini oladi. O'zgarishsiz shaklini. Okay. Xo'p, endi qaraylik. Endi mana shu narsani birgalikda ko'raylik. Buni ikkita qoidasi bor-da. Mana shu ikkita qoidasini ham Mohlaroy. Online dars qancha siz o'tasiz bunda writing speaking bo'yicha bo'ladi. Okay, hozir darsimiz oxirida gaplashamiz. Xo'p, qaraylik. Endi ekranga qaraylik. Ekranga qaraylikda bu yerda ozgina tushunishlik kerak bo'lgan qoidalari bor. E'tibor berishlik kerak shu joyga. Men kitob o'qishdan boshqa hamma narsani qilaman bo'sh vaqtimda deyapmiz. I do everything but bilan beramiz. Do everything but read books in my free time. I do everything but read books in my free time. Qaraylik, shu yoqda read batdan keyin kelayotgan fe'lni birinchi shakli keladi. Read books. Ya'ni bu yoqda batdan keyin kelayotgan fe'l birinchi shaklda bo'lishi kerak. Zamon qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Kecha haqida gapirsangiz ham, kecha nimadir qildim desangiz ham, I did everything. Kecha ham ish qildim, lekin ovqat pishirmadim desangiz, but cook food bo'ladi. Food yesterday. Kecha ham ish qildim, lekin ovqat pishirmadim. I did everything but cook food yesterday. I did everything but cook bo'lyapti. Batdan keyin kelayotgan fe'l birinchi shaklida kelyapti. I do everything but read books in my free time. I do everything but read books in my free time. Men hamma narsani qilaman, lekin kitob o'qimayman bo'sh vaqtimda degan ma'noni bildiryapti. Endi shu yerda qarasanglar, batdan keyin kelayotgan fe'l birinchi shaklida kelyapti. Shunga e'tibor berishimiz kerak har doim. Xo'p, bu birinchi qoidasi edi. Understood? Tushunarli bo'ldimi? Kommentariyada 1 dan 10 gacha yozaylik, qanchalik tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi buni sal boshqacharoq varianti ham bor. Boshqacharoq emas, everything batdan keyin har doim ham fe'l kelavermaydi. Ba'zida noun ham kelishi mumkin. Masalan, I like everything but ice cream. I like everything but ice cream. Mana shu tarjimasini yozinglar kommentariyada. Everything but ice cream. I like everything but ice cream. Nima degan ma'noni bildiradi? Kommentariyada yozinglar. I like everything but ice cream. Ya'ni batdan keyin har doim fe'l birinchisi kelish kerak degani emas, u shart emas. Batdan keyin noun ham kelishi mumkin. Okay, zo'r. Zo'r Abdulaziz va okay, yaxshi, zo'r. Tushundik-a? To'g'ri yozyaptilar. Shahlo to'g'ri yozganlar, Malika, Shahzoda, Xushnudbekovni yozyaptilar, Avazbek, Bahodirova, Xolboyev yozyaptilar. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, qaranglar, yaxshi, tarjimani zo'r yozdinglar. Men muzqaymoqdan boshqa hamma narsani yoqtiraman debsiz. Ular muzqaymoq yoqtirmaysizlar xolos yoki I can eat everything but sweets desa bo'ladi. Men hamma narsani yeyolaman, lekin shirinliklarni yemayman. Shaxsan menda shunaqa. Shirinliklar yesam, allergiyam bor shirinliklarga. Shu narsani yemayman. I can eat everything but sweets. Hamma narsani yeyishim mumkin, yeyolaman, lekin sweetlarni, shirinliklarni yemayman degan ma'noni bildiradi. Endi sizlar aytinglar, tak, sizlar ham bitta praktik qilinglar shu joyga. Xo'p. Tak. Example aytinglar. Qaranglar, fe'llik variantni aytaylik birinchi, bitta fe'llik variantni aytamiz. Hamma narsani qila olaman, lekin erta tura olmayman. Bu yerda e'tibor beringlar, erta tura olmayman. Fe'llik ma'nosi kelyapti, erta turmoq. Nounlik ma'nosi emas. Bundan keyingisida bitta nounlik variantini ham ko'ramiz sizlar bilan.
Xo'p, kommentariyada yozinglar, qanaqa bo'ladi? Men hamma narsani qila olaman, lekin erta tura olmayman degan variant qanaqa bo'ladi? Tak. Yaxshi yozganlar mashhura. Xo'p, mashhura yozib bo'ldilar birinchi bo'lib, Obida. Qolib ketdilar yoki chiqib ketdilar darsdan. Tak, Kamilovni yozyaptilar. Zo'r yozganlar. Yurakchalar, uchta yurakcha. Yaxshi yozganlar. Yo'q, Sarvar, fe'lni birinchi shakli kelishi kerak. Getting up demaysiz endi. Fe'lni birinchi shakli bo'lishi kerak. Har doim. Xo'p, Kant bilan berib qo'yibdi. Yo'q, Nevada endi kirdingizmi darsga? Kech kiribsiz darsga. Kant bilan berib qo'yibdilar. Cannot bilan Javron kech kiribdilar darsga. Okay. Xo'p, qaranglar, demak, qolganlarda yaxshi, juda ham zo'r yozyapsizlar. Oygul yozyaptilar, Nigora Siddiqova yozyaptilar, Sarvinoz, Azizbek, Muxlisa, Rafael bor ekanlar. Yaxshi, okay. Yaxshi, zo'r, juda ham zo'r. Endi ekranga qaraylik, ekranga qaraymiz. Xo'p, hamma narsani qila olaman, lekin erta tura olmayman desak, I can do everything. Hamma narsani qila olaman, I can do everything, but get up early in the morning. Hamma narsani qila olaman, lekin erta tura olmayman degan ma'no bildiradi. Butdan keyin get up bo'ladi. Mana shu o'zi but get up early in the morning. Hamma narsani qila olaman, lekin ertalab uyg'ona olmayman. Hozir darsga kech kirganlar sezildi. 2-3 odam cannot get up early in the morning deb qo'yishgan. Mayli. Xo'p, yaxshi, general olganda qolganlarda tushunarli bo'ldi. Endi qaranglar. Men hamma narsani o'ynashim mumkin. Men hamma narsani o'ynay olaman, lekin futbol men futboldan tashqari hamma narsani o'ynay olaman desa qanaqa bo'ladi? Men futboldan tashqari hamma narsani o'ynay olaman. Har qanaqa sport turiga qatnasha olaman degan dedi. Kommentariyada yozinglar qanaqa bo'ladi. Men futboldan tashqari hamma narsani o'ynay olaman. Tennis o'ynay olasiz, basketbol o'ynay olasiz, lekin futbol o'ynay olmaysiz. Xo'p, bu nounlik variant endi bu yerda. Fe'llik emas, nounlik varianti bo'lyapti. Yaxshi, zo'r yozganlar. Abdulazizova M yaxshi yozyaptilar. Xo'p. I can play everything. Ha, tashlab beriladi. Va alaykum assalom. Ejiga tashlab beriladi. Okay, yaxshi, zo'r. Juda ham zo'r. Yaxshi, zo'r, juda ham ko'pchilik to'g'ri yozyapti. 1 daqiqada 100 tadan oshib ketdik-a. Zo'r. Xo'p, endi ekranga qaraymiz-a. Ekranga qaraymiz. Demak, men futboldan tashqari hamma narsani o'ynay olaman desak, I can play everything. I can play every sports degan bo'ladi. Everything but football. Men futboldan tashqari hamma narsani o'ynay olaman degan ma'noni bildiradi. Demak, mana shu grammatikalar bo'lyapti bizda. Xo'p, everything but bo'ldi bu yerda. Xo'p, hozir qaranglar, sizlar bilan ikkita grammatika o'tdik. Mana shu grammatikalar understood tushunarli bo'ldimi? 1 dan 10 gacha yozinglarchi, mana shu praktis qilib ko'rganlar. O'zingizlar praktis qilgandan keyin o'zgarish bo'ldimi? 10 yaxshi zo'r tushundim, ikkalasini ham zo'r tushundim degani, 1 yaxshi tushunmadim